Garoy, senga anaqa Telegram kerakmi? Nomersiz. Obunachilarga o'tirsaman. Xo'pmi? Obunachilar men sizlarga bugun Telegramda nima desa bo'ladi? Nima edi, Garoy? Nomersiz ochishni o'rgataman. Ne bileyim, qani? Nima ekan? Xo'p. Bizga birinchi kerak bo'ladigan narsa, hozir. Azimchikmi? Bilmadim. Ana. Hozir bola. Telegram PH kerak bo'ladi. Telegram PH deymiz. Upmarket kiramiz. Ba'zi sizlarda bo'lmayapti. Meni bo'lmayapti. Telegram PH deymiz. Yalnız plusda ham ochib bo'laveradi. Telegram X menimcha ochsa bo'ladi, bilmayman yana. Xo'p, birinchi Telegram kerak bo'ladi bizga. Bilmayman bo'ldi. Hozir bitta narsani ko'raylik. Agar ochib bo'lsa, men sizlarga o'zim o'rgataman hisob qo'shish. Xo'p. Yo'q, bo'lmayotgan. Biz hozir men sizlarga ishni yarmini aytib beraman. Birinchi bizga kerak bot Fatxayr degan narsa kerak bo'ladi. Fatxayr. Bot Fazir degan. Botlar otasi deydi-ku. Xo'p, mana bizga bot Fazir kerak bo'ladi. Bu emas, mana ptichka qo'yilgani kerak bo'ladi. Xo'p, boshlash tugmasini bosamiz. Qashda o'yin bo'lmaydi. Qach Real Madrid kelyapti, haromi bilan. Xo'p, birinchi bot tugmasini bosamiz. Ism tanla deydi. To'xta. Tedro bot deymiz. God deydi. Bo'lmaydi deydi. Xo'p. Tedro bot o'zi bu. Bo'ladimi? Name invalid. Tedro bot. Tedro X bot. Xo'p, mana bizga mana berdik, Hulkaroy. Mana biz birinchi o'zimizga screenshot qilib olamiz. Lekin Telegram piki o'tkazishimiz kerak. Bular hozir men o'tkazaman, faqat bularni sizlarga ko'rsatmayman. Bolalar, bizga aynan mana Telegram pixi kerak bo'ladi. Keyin davom etishga bosib, ruxsatga bosamiz. Bu yerdan bot token orqali nimaga kiramiz. Keyin mana o'yinimizni qo'yamiz. Mana shunga bossak, bizda Telegram paydo bo'ladi. Mana aynan mana shunday qilmoqchi bo'lsanglar, men aytgandek narsalarni qilinglar. Obuna bilan like ni unutmanglar.